Qaranglar, yoshim 32 da deydi, vrachlikda 10 yillik tajribam bor deydi. Sun'iy intellektni o'zi virtual xodim sizga 20 ta klientni yozib chaqirib beradi. O'rtacha bir kunda maksimum 10 taga yetadi. Buni aytamanki, 15 million tadbirkor ishlatadi katta tizimda bu. Kirim, chiqim, qoldiqlari nimada hisoblayapsiz? Agar 300 dan oshsa, mana bunaqa summa. Tushundingizmi? Bu degani maqsadsiz qaqqadir ketyapsiz degani. Moliyani to'g'irlash, klient Moliya. ko'paytirish, sof foydani oshirish. Bo'ldi, 10 ming dollar sizga ishtirok, 1 yilda shu natijaga chiqmasangiz. Hozir bitta klinikani o'zidan maksimalni qancha foiz topa olamiz? Nafaqat ustoz sifatida, mijoz sifatida meni jalb qiladigan narsalar kamroq ekan. Mana shu kim biznesmen bo'lsa, o'rtoqlar hammaga mana shu yaxshi keysda potensialni klientni portretini to'g'ri chizib, mana hozir xodimingiz bir umr qiynaydi sizni. U 2 oy qiynaydi, shu bilan bir umr yaxshi ishlaydi. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Kiringlar. Sadaqa. Ha. Kiringlar. Hormaylar. Komfort. Qabul. Komfort klinikamiz Komfort deb nomlanadi. Komfort Dental. Bu birinchi xonamiz. Xonalarimizga bo'lingan. Hozir mana patsiyentimiz ishlayotgan ekan. Zo'r. Birinchi xonamiz. Zo'r. Ko'rdik. Terapevtik Davolash xonasi. Davolash xonasi. Davolash xonasi. Qabul. Bu yerda 4 kabinkamiz bor. 4 kabinetimiz, ikkinchi xonamiz ham davolash, protez qo'yish, keramika. Bu yoqda odam yo'q ekan. Hozir yo'q, zapis bilan bo'ladi, hozir keladi ular. Zapis bilan. Bu yoqda ikkita kreslomiz bor ekan. Ikkita kreslo. Bu yerda men o'tiraman, bu yerda yana bir vrachimiz. O'zingiz ham shu yerda davolaysiz? Ha, shu yerda davolayman. Shu yerda. Qabul. Ikkinchi xonamiz demak. Bu ikkinchi xonamiz. Ketdik. Ikkinchi xonamiz. Ketdik darashi. Uchinchi xonamiz. O'zi klinika ochganimizga qancha bo'ldi? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi Ha, ochganimizga. 3 yil bo'ldi. Mana bu uchinchi xonamiz. Hormaylar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sho'ramiz bo'ldi, malades. Demak, har bir xonamizda ikkitadan kreslomiz bor. Har bir xonamizda 2 xona. Detskiy zona bu yer. Ya'ni bolalar keladi-ku, bolalar bilan onalari keladi. Shu yerda o'tirib o'ynasa bo'ladi. O'yinchoqlar bor ichida. Qabul. Hamma usloviyalar yaratganmiz. Bu yerda sklad xonamiz. Bu 4-chi xonamiz, oxirgi 4-chi xonamiz. Ikkita kreslomiz bor bu yerda ham. Tushundim. Judayam yaxshi. Keyin O'sha 4 ta xonamiz bor, ikkitadan kreslo. ha, ikkitadan faqat birinchi xonada bittada kreslo bor. Bu sterilizatsiya xonamiz. Instrumentlar yuviladi, avtoklavlarimiz bor, hammasi sterilni instrumentlarimiz hammasi avtoklavda yuyilib, solinib, keyin o'zimizni har bir xonada UFK apparatimiz bor. Shu UFK apparatning ichiga solinadi instrumentlar. Sterilizatsiyaga. Zo'r. Keyin yana bir xonamiz bor. Bu yerda bizlarda praktikantlarimiz ko'p keladi. Keyin o'zimizda Sayram kollej degan bor. Shu Sayram kollejiga do'g'urga turganmiz. Hozir. Ular sentyabrdan boshlab o'qishga kelishadi. Shu yerga. Sayram kollej. Ham o'qiydi, ham praktikada yuradi shu yerdan. Qabul. Zo'r. Imonni ular shu sohada o'qiyotganlar. Ha. Dentistlar, stomatologlar. Malades. Ha, удобныйroq. Qabul. 5-7 ta o'quvchilarimiz bor. Ularni ham уже men o'zim tayyorlayapman vrachlikka. Zo'r. Sizni vrachlikda necha yil tajribangiz bor o'zi? 10 yildan oshdi. Yoshingiz nechida? 32 da. 32 da. 32 da. Men ko'p praktikada yurganman-ku, ustoz. Qaranglar, yoshim 32 da deydi, vrachlikda 10 yillik tajribam bor deydi. 2014-yildan boshlab praktikada yurganman o'zi. Birinchi kursdan boshlab praktikada yurganman. 3-chi Zo'r. Siz deb o'zi 7 yil o'qishingiz kerak edi-ya, 6 yil. 6 yil. 6 yil. Ha, 6 yil o'qishim kerak.
Demak, ikkinchi kursdan boshlab chiqib ketgansiz davolashga. Birinchi kursdan boshlab praktikada yurganman. Уже 3-4 kurslarda qo'limizga beradi, ozgina bo'lsa ham. Shu paytdan boshlab praktikada yurganman. Qoyil, Keyin gap yo'q. 2016-yili har xil nimalarda Kentovda, Turkistonda, o'zimizni город Chimkentda, shu yerlarda ishlab sohamni yana ham rivojlantirganman o'zim. Ishlab. Keyin endi bu yerni bizga yordam bergan adam bo'ladi. Adam o'zi kredit olib, shu 3 ta qiz vrach stomatolog bo'lib bitirganmiz. Uchala opa-singillar ham vrachmisizlar? Opa-singillar vrachimiz. Oo. Hozir shu yerda bir singlim ishlaydi va kuyov bolam ishlaydi hozirgi 3-xonada. Kuyov bolam degani sizni xo'jayiningiz. Yo'q, kuyov bolam singlimni xo'jayini. Singlingizni xo'jayini. Singlimni xo'jayini. Ishlaymiz shu yerda ishlab rivojlanyapmiz. Xudo xolasiga 3 yildan oshdi ochganimizga. Demak, bu klinika hozir o'zlaringniki. Men nomimda litsenziya olingan. Ajoyib, zo'r. 3 yil bo'ldimi ishlayotganingiz klinika? Ha, 3 yil bo'ldi. Shu vaqtgacha boshqa joyda xodim bo'lib ishlagansiz. Ha, ishlaganman. Xodim bo'lib. Zo'r. Juda ham yaxshi, malades. O'rtacha bir kunda qancha klient qabul qilyapmiz? O'rtacha bir kunda maksimum 10 taga yetadi, maksimum. 7-8 hammasi zapis bilan yoziladi. Zapis orqali ko'ramiz. Qanaqa qiyinchilik, muammolar bor hozir klinikada? Klinikada bizlarda hozircha patsientlar mijozni ko'paytirish, sof foydani oshirish, biznesni kama demak. Kam bo'lganda yetarli, lekin ko'paytirish kerak. Yana ham ko'paytirish kerak. Ko'paytirsa ulguramizmi ham? Ulguramiz, vrachlar bor, yana chiqaryapman vrachlarni. Zo'r. Demak, birinchisi klient kam, klient ko'paytirishimiz kerak. Ikkinchisi sof foyda kamidasi o'zi marja necha foiz? Marja foizlarini endi hisoblayapman. To'g'risini aytganda, negaki finansist endi topdim. Finansist topib, shu bilan hisoblab nima qilyapmiz hozir? Savol, kirim, chiqim, qoldiqlari nimada hisoblayapmiz o'zi? O'zimiz nimada? Qo'lda hisoblaymiz. Daftarda hisoblab, daftar ruchkada hisoblaymiz. Примерно, masalan, oyiga topamiz. Keyin bizlarda chiqim ko'proq bo'lyapti. Chiqim. Kirim bo'lyapti, chiqim chiqib ketaveradi. Rasxod ko'p. Rasxod ko'p. Shuni analiz qilib ushlash kerak bo'ladi. Sof foydamizni aniq bilmayapmiz, demak. Sof foyda bilaman. Bir 30%, 30% shundan qoladi. 30%. Qabul. Demak, hozir 2 barobar klientlar oshirsak ko'tara olamizmi? Harakat qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda aktivmizmi? Qanday? Yaxshi, TikTok bor, TikTok, Instagramni yurgizamiz. Mobilograf lichный brend ishlamaganmiz. Lichный brend komfortdan bor. Именно men yoki boshqasi emas, именно komfortni lichный brendi bor. Klinikaniki. Nimaga unda qaror qabul qildik? Negaki bizlar endi baribir 3 ta opa-singil bo'lgandan keyin men o'zimni nimamni chiqirgim kelmadi-da endi orada. Nima bo'lmasin deb. Shu birinchi talab. Komfortga kim litso bo'lib chiqyapti hozir? Vrachlar. Litso yo'q. Xo'p, endi bu qaror normalniy, bu qaror sizlarning qarorlaring. Xo'p, shunda target yoqilyaptimi hozir? Target hozir yoqilgan. Bizlarda hozir rozыгрыш bo'lyapti. Rozыгрыш agar bir 50 mingdan ortiq lecheniya, tishini lecheniya qilsa, 15 sentyabrda bizlar rozыгрыш o'ynatyapmiz. 2 ta Redmi, yana shunaqa 20-30 dan ortiq podarkalar qo'yib qo'yganmiz. Уже 2-oy rozыгрыш o'ynatyapmiz. Target shunga yoqilgan. Har kundalik klient oqimigachi? Yo'q, unga qo'shmadik. Target. Bitta Instagramni ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bu qancha vaqtdan beri ishlatamiz bu Instagramni? Instagram 2022-yili oxirlarida ochganman. Men o'zim ochganman. Keyin o'zim yurg'izganman. O'zim borib o'qib kelib yurg'izganman. Keyin o'sha targetolog, mobilograflarga berganmiz. TikTok bor. TikTok. Keyin sizga coachga borib kelgandan keyin YouTube ochdik, Facebook ochdik.
shunaqa tarmoqlarni ochdik. Malades. Malades. Menejer bor, menejer o'tirib har kuni video qo'yib o'tiradi. Aha. Ha bu ukamiz mobilografmi shunda? Ha, o'zi bizlar bilan ishlagan mobilograf. Aha. Xo'p. Ha, bular videoga olib, ular montaj qilib qo'yadimi yo bular o'zlari montaj? Yo'q, o'zlari tayyor qilib ishlab qo'yishar edi. Vaqtinchalik to'xtatib turdik-da bizlar. Qabul. Tushundim. Xo'p, qanaqa muammolaringiz, qiyinchiliklaringiz, problemalaringiz bor? Qiyinchilik nima deydi? Xodimlarni boshqarish. Xodimlar Xo'sh, nima muammo? xodimlarni boshqarish, sizni kursingizga borib kelgandan keyin KPI degan narsani tushundim va o'sha KPI ni men o'zimga, menejerimga qo'ya boshladim. Qanday qo'ydingiz? Masalan, menejerimga qo'ydim, bizlarda oyiga 900 mingta patsient kelar ekan, hisoblab chiqdik. Ha, bir oyiga Bir 1000 ta oyda. mijoz keladi, ha, kasal keladi, xo'p. Shuni ichidan первичныйлari bor. Birinchi marta kelganlariga agar 300 dan oshsa mana bunaqa summa, 400 dan oshsa mana bunaqa deb KPI ni shunday qo'ydim. Tushundimi ya xodim KPI? Tushunda harakat qaytaga harakat qilyapti. Aha, KPI biladi, qo'ygandan keyin, ha, menejerim Dona. Normalniymi? Yomon ko'rib qolmadingizmi KPI dan keyin? Qaytaga Malades, harakat jon qizim. qilib obzvonni kuchaytirdi. Zvanch qiladi patsientlarga. Tushundim. Zo'r. Aha. Demak, klientga prямой target yo'q, lekin bizga klient kerak. Klient kerak. Hop. Keyin ustoz bizlarda klientni yana analiz qilib chiqyapmiz shu oydan boshlab. Instagramdan bor, Instagramdan ko'proq keyin bizlarda sarafanka yaxshi ishlar ekan. Sarafanka. Tanish bilish orqali keladi. Hop. Keyin bannerlar ilib qo'yganmiz sirt taraflarimizda, shularni ko'rib ham kelyapti mijozlar. Zo'r. Qabul. Demak, siz xohlayotgan narsangiz birinchisi moliyani to'g'irlash, klient Moliya. ko'paytirish, sof foydani oshirish. Yana nima xohlaysiz? Ishchilarni boshqarish. Ishchilar faqat xodimlarmi yo vrachlar boshqarishda ham muammo, qiyinchilik bormi? Ularda ham uchraydi vrachlar orasida. Lekin har biri bilan yakkama gaplashib bir xilda hal qilaman. Tushundim. Lekin основной klient bo'lsa bo'ldi. Klient, keyin yana niyatlar bor endi, Xo'sh. maqsad niyatlar bor. Qanaqa? Yana bitta ikkita, keyin ko'payveradi, xudo xolasa Klinika. filial ochish. Klinika, filial ochish. Hozir bitta klinikani o'zidan maksimalni qancha foiz topa olamiz? Mana hozir 1000 ta odamni davolayapsizlar. Necha mingtaga chiqara olamiz? Quvvatimiz qancha? 2000 taga chiqarsak yaxshi edi, 2000 ta eplay olamizda shu yerda o'zida. xudo xolasa. Patologmi 2000 ta yo 3000 ta ham Patolog. ulg'ura olamiz? Patolog. Patolog. Qabul. Bo'ldi, 2000 ta chiqara olamiz, xudo xolasa. Uni bitta ko'rib chiqamiz, qilamiz. Shunda 2000 taga chiqarib bo'lganimizdan keyin ikkinchi klinikani ochamiz unda. Xudo xolasa. To'g'ri bo'ladimi To'g'ri, shunda? to'g'ri. Qabul. Zo'r. 3 kun yozaylik zadacha. Demak, ketdik, yozamiz. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz, men hozir Instagramimizni ko'rib chiqdim. Mana deb biz mijoz sifatida aytyapman. Nafaqat ustoz sifatida, mijoz sifatida meni jalb qiladigan narsalar kamroq ekan. Kamroq. Shunga to'g'ri bo'lar edi. Do posle videolari ko'proq qo'ysalaring. Ha, do postini bizlar nimaga qo'yyapmiz ustoz? Faqat stories bor-ku. Shunaqaga qo'yyapmiz. Videoga emasda, именно. Aktualniyda turibdi. Reelsga nima qo'ymayapsizlar? Reelsga qo'ymayapmiz, to'g'ri. Do post qilib. Siz hech millionlik prosmotrli videolarni ko'rdingizmi hech? Ko'rdim. O'shalarni olib turib, o'shanaqangi qilib qo'ysakchi. Mana qaranglarda. Mana shu kim biznesmen bo'lsa o'rtoqlar hammaga mana shu yaxshi keysda. Instagramda tayyor roliklar bor yoki YouTube'da tayyor roliklar bor. Do postli. Ya'ni oldingi holati 3 kun gaplashib olaylik, iltimos. Oldingi holati va hozirgi holati. Do postli. Shu narsani Instagramga qo'ysak, prosmotri 500 ming millionga chiqib ketadi. Hozir bularda
o'zingiz olgan videongiz zo'r, lekin искусственный intellekt tomonidan qilingan слишком sifatligini qo'ysangiz ham bo'ladi. Tushundingizmi? Men Moldovga aytsangiz o'zlari ham qilib bera oladi. Shunaqangi tiniq videolar ko'rsangiz maza qilasiz. Haligi 3D formatlarda qilganda shunaqa qo'ysangiz, klientingiz haqiqatan ko'payib ketadi. Reelsga qo'yish kerak faqat do postga. Tushundingmi? Masalan, hozir klinika deb yozing. Klinika deb yozingda million prosmotrli videolar chiqadi. Klinikading eng zo'rini oching. Menga berib turing. Eng zo'r millionlik prosmotrini olasiz. Bu prikolroq ekan. Lekin 5 million prosmotr bo'lgan ekan. Qo'ysangiz bo'ladi shuni. Yaxshi ketadi bu qiz. 118 ming. Instagram kirasizda o'zingizning konkurentlaringizdan именно millionlik videoni olish kerak. Faqat millionligini. Tushundingizmi? O'shani ideyasini o'zingizga qo'yasiz, faqat dopostli bo'lishi kerak. Bu boshqa narsa ekan. Klinika emas, dental deylik. Просто bu sohada million topgan odamlar bilaman-da men. Juda ham yaxshi rivojlanayotganlar bor-da bu sohada. To'g'ri. Analiz, klinikalarni analiz qilish kerak deyapsiz-da shunda. Именно o'sha do-postli videolarini olib turib, o'shanaqangi ideologiyada qo'ysangiz, odamlarda слишком interes ko'payib ketadi. Millionlik prosmotrlar olasiz men bular ichidan, xuddi shu ideyani ishlatasiz. Kimdir velosiped yasab bo'lgan bo'lsa, u velosipedni boshqatdan yasash kerak emas-da. Просто o'sha narsaning ideyasini olib turib ishlatish kerak. Balkim Qozog'istonnikini ko'rmash kerakdir, balkim O'zbekistonnikini yoki inglizcha variantini, ruscha variantini ko'rib chiqing. O'shanda osonroq yuramiz. Xo'p. Mana siznikida hozir Qozog'istonnikida unaqangi millionliklar uncha ko'rmayapman men. Nimaga ko'rsatmaydi? dental.uz deb yozsamchi? Lekin reelslarda chiqib qoladi bir xilda O'zbekistonlik. Hozir ko'ramiz. Ko'rib bundoq qilamiz. 5-6 ta millionligi olishingiz kerak. Faqat millionligi o'sha ideyani olib shuni qo'yib yuborishingiz kerak bo'ldi. Eng tezi bepul sizga keladigani o'sha. Millionlik video topib bering. Millionlik reels topib bering. Million prosmotrlik. Mana shuni kirib ko'rganingizda, mana shu million prosmotrlik qo'yishingiz kerak. Tushundingizmi? Tushundim. Nimagadir o'zi olmayapti haqiqatan ham. Realni olmayapti borku. Shunda Qozog'istonnikini o'zinikini ko'rib, yaxshi prosmotr millionligini. Millionligini. Faqat millionliklar olasiz, qo'yasiz, avtomatim uchib ketadi sizniki. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant, 3 kun yozyapmiz-a? Topolmadim millionligi. Tojikiston, bitta qo'l ko'taramiz. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston. Bog'larimga shukr, gap yo'q gap. Sherikchilik va investitsiya darsimiz. Bor, любой muammoni aytinglar ko'rib chiqishimiz kerak. Miyamizda patolog deb yurgan miyamiz kimlar uchun polaka, shunisini bildik. Menejmentni ishlatish kerak, ilmni o'rganish kerak. Biz kechagi o'rgangan ilmimiz bugunga kelib o'zi eskirib qolib, yangisini o'rganishimiz kerak. Kundan kun yangilik texnologiya, IT texnologiya, II texnologiya hammasini o'rganib oldinga ketish maqsad. Miya portladi. Ishoning aka, zo'r bo'ldi, zo'r, mashalloh. Ustozimiz Ilhom Begimga rahmat aytamiz. Biz kutmagan narsalar bo'ldi. Marketing bo'yicha ham yaxshi bilimlar oldik. Miya portlamoqda atilib ketdi. Bomba bo'ldi darsimiz.
Darsimiz a'lo daraja bo'ldi. Aqdan olgan bilimimiz nima desa oltin eting. Ustozga ming rahmat aytaman. Miyalar yorilib ketib potladi haqiqatan. Juda ham zo'r bo'ldi. Biz bu uchrashuvni ya'ni anchadan beri kutib yurgan edik, lekin biz kutilgandan ham zo'r bo'ldi. Juda mazza qildik. Sizga ham mana shunday natijalar kerak bo'lsa, hoziroq pastdagi tugmani bosing, ariza qoldiring. Sizni biznesingizda ham xuddi shunday, bundan ham zo'r natijalarni qilamiz. Saidali Dental Clinic Toshkent. Mashlar ham yaxshi idea ekan, do'y postlar yaxshi ketadi mashlar. Klient ko'p chaqiradi-da bular. Bu понятный, siz buni videoda bundoq ola olmaysiz-da. Bu rosa tushunarli-da, qarang. Buni qilolmaydi bu, oddiy marketolog qilolmaydi buni, qarang. Sun'iy intellekt. Bu realni sizga klient olib keladi, qarang. Shunaqa tushunarli-da bu. Mana shunaqalar ishlatsangiz bo'ladi. Tushundingizmi ideyani? Ha, tushundim. Mana mana shu chiqim top bering, mashlar ishlating siz. Odam maza qilaveradi. Chiroyli. Mana. Demak, bundan qo'yasiz. Bir, ikkinchisi o'zi odamlar yozsa kim javob beryapti, ulguryaptimi? Hozir ulgurishda muammo bor. Lekin bizlar Bitrix o'rnatdik-ku. O'rnatdik-a? Bitrix qo'shdik. Uni endi nima qilyapmiz, o'rganyapmiz. Yoz Bitrixni 100% ishlatish. Hamma xodimlar, vrachlar Bitrixga kirgizish. Hali ham WhatsAppda gaplashyapmiz vrachlar bir-biri bilan. Vrachlar, ha. Hammani zo'rlab Bitrixga kirgiza olamizmi? Kirishadi. Iltimos qila olamizmi? Ha. Zo'r. Hammani Bitrixga kirgizish va WhatsAppdan chiqarish. Call center. Yo'q, hali qo'ymadim. Call centerdagi telefon kimniki? Bor. Klinikaniki bor. Bor. Ha, qo'ydik. Uni ishlatyapmiz. Faqat klinika orqali javob berilyapti. Qabul. Hozir o'sha javob berishga virtual xodim qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi? Qo'yilmadi hali. Qo'yamizmi? Yaxshi bo'lardi. Negaki menejer ulgurmayapti o'sha. Haligi Fazilat opamida bizda. Ha, Fazilat opamga o'xshagan qo'ysak agar o'zi ertalabgacha gaplashib, tam klientlarni bir 10-15 20 ta chaqirib qo'yardi-da. To'g'ri, uni qo'ymoqchi bo'ldim, lekin sal qiyinroq bo'ladi deb aytishdi-da yigitlar. Qiyinroq bo'ladi. Sizga oson bo'lishi kerakmi? Yo'q, o'rgatish uchun sal qiyinroq va vaqt ketadi deb aytilgandan keyin qolib ketdi. Vaqt ketsa demak qilmaysizmi? Qilamiz. Qarang-da, boshida qiyin bo'ladi, zato bir umr ishlaydi-da u. 2 oy qiynalishga chidang, siz normalmi? Nima qilibdi? Yarim soat, 1 soat qiynalasiz bir kunda, zato bir umr ishlaydi-da u. Mana hozir xodimingiz bir umr qiynaydi sizni. U 2 oy qiynaydi, shu bilan bir umr yaxshi ishlaydi. Yoz uchqun sun'iy intellekt qo'yaylik. Sun'iy intellekt qo'yaylik. Keyin klientga target yoqaylik uchqun aksiya rozыгрышga mash. Bundoqda tishi og'rib turgan odamlarni yoki tishini tam tozalattirmoqchi bo'layotgan odamlar yoki tishini davolattirmoqchi bo'layotgan odamlarga rozыгрышga qaraganda muammosi ko'proq muhimda. Tushundingizmi? Bu muhimda. Agar biz hozir potensialni klientni portretini to'g'ri chizib, potensialni klientga target yoqsak yoki haligi boyagi videolar bilan do postini ko'rsatib tursak, bunda oynaga qarab tishini ko'rsatdi, "O'xti, menga ham shunaqa bo'lishi mumkin" deydi-da, sizga keladi. Unga unchalik qiziqmas qolgan narsa. Real muammosini ochib berishimiz kerak-da unga. O'shanga men iltimos qilgan bo'lardim. Rozыгрышingizni qilavering, qarshi emasman, lekin отдельно mijozga, klientga target yoqaylik. Chunki siz aytasiz-ki, hozir 1000 ta klientim bor, 2000 ta qilish xohlayman deyapsiz. Bo'ldi, prosta kuniga $10 target yoqib yuboring, 2 barobar ko'p klient keladi. Hozir targetsiz 10 ta klient kelyapti kuniga misol. Prosta $10 yoqing, 20 ta 30 ta keladi, ishingiz yopiladi. Tushundingizmi meni? Yoz kuniga target yoqish tam $10 boshlanishiga, kunlik budjet $10 yoz. Maylimi? Litka deb yoz faqat, axlatga emas. Litka deb yoz. Kuniga $10 target yoqish litka. Bizda bundoqda bir qancha zubnoylar rivojlanishini ko'rganman-da. Sizlarda tizim qanaqa? Sizlarda biz dash ikkinchi smenaga ham odam to'ldirib ko'rganmizda. Kunduzgi emas, kechqurunga ham odam to'ldirib ko'rganmizda. Nima qilar edik? Target qilib turib odamlarga haqiqatan ham tishi eng muhim narsa ekanligini
o'sha 40-50 yoshdan keyin real tishlar to'kilib ketish ehtimoli borligini videolar orqali tushuntirar edik. Video Odamlarda realni qaror qilaverardi uni ko'rib. Men borishim kerak deb yuborardida. Tushundingizmi? Shundoq qilib turib o'chirga qo'yib qo'yiladi. Uni sun'iy intellekt gaplashib, o'ngga chapga navbatga qo'yib tashlayveradi. 2 baravar mana shu 3 ta instrument bilan chiqasiz. Tushundingizmi hozirmi yana? Yozdinga uchqun, yozdiga. Keyin 4-inchisi hammaga KPI qo'yish tavsiya qilaman. Hammaga, vrachlarga hammi? Vrachlarga masalan bizlarda Prosent. Nechiga necha ishlayapsizlar? hammasi har xil 30-35 bor. Zo'r, normalniy. Qanday kelishgan bo'lsa ishlayvering, muammo yo'q. Xodimlarga o'sha natijaga bo'ylab qo'ying. Qancha ko'p ishlasa ko'p pul olsin, kam ishlasa kam pul olsin. O'sha protsentni boyaga aytib o'tgan. Da, KPI'ni shunday qo'ying bo'ldi. Targetologiga yoqing. Target ishlasin, sun'iy intellektni qo'ying, Bitrixni oxirigacha o'rganing faqat. Maylimi? Bitrix hozir qaysi kompyuterda? Qayerda ko'ramiz? Ichkarida bor. Kiramizmi? Sizni xoningiz bormi? Ofisda bor, ha. Aha, yuring bir ko'rlikchi Bitrix. Qani o'tiringchi, ochingchi. Qani o'tiringlarchi. Ana furshetlar ham bor ekan sizlarga, olinglar. Olinglar. Muzdek suv bo'lsa menga bitta quyib beringlar. Suv bo'lsa beringlar. Qani? Ochingchi Bitrixni. Demak, hamma yoq kameralashtirganmiz. Bu общий zdaniyani kamerasi, o'zimizga alohida. Klinikaniki. Общий zdaniya nima sizda? Общий zdaniya ham sizga tegishlimi? Yo'q, endi bu yer aslida o'zi Adamniki, lekin menga berdi. Ikkalamizniki. Demak, pastki qavatlar ham hammasi sizlarga tegishli, a? Ha. Adam zdaniyasi. Tushundim. Qabul. Tushunarli. Masalan, mana telefondagisi. Ya, bu imkoniyat kamroqda. Finansni ham qo'shganmiz, lekin qo'shtirgan edim. Bitta imkoniyatingiz kamroq. Siz Bitrixdan javob bermayapsiz ekan, primo Instagramdan kirib ketyapsiz ekan. Qarang qizillar. Yo'q, bular oldingi birinchi qo'shgandagilari shu bo'yi qolib ketgan. Bugun sanamiz nechi? 25. 2 kun oldingilar. Qo'y 30 minutligilarga javob berilmagan. Ko'rasizmi, ikkinchi sanaga javob berilmagan. Bitrix orqali, Da. Endi bu orqali javob bermadingizmi? Demak, javob bermagansizni hisoblaymiz-da biz. Chunki siz Instagram kirib javob bergan bo'lsangiz, algoritm ishlamaydi-da bu. Mana Bitrixda javob berilmagan turibdi chunki bu yerda. Qarang. Bu yerda mana hech qanaqa kanallaringiz yo'q xodimlar bo'yicha. Xodimlar bo'yicha yo'q, faqat nima dono qo'shilgan. Hamma xodimlarni qo'shsak, sistemamiz ishlay boshlaydi-da. Ularni masalan vrachlarni qo'shganda qanday bo'ladi? Qarang. Qanaqa Birinchi o'rinda farroshdan boshlang. Farrosh tozalayaptimi? Tozalayapti. Necha marta tozalaydi bir kuniga? Kuniga 3 marta. Zo'r. 3 marta tozalagani haqida foto отчёtni Bitrixga tashlasin. Bitrixga. Birinchi qiladigan ishingiz. Foto отчёт farrosh Bitrixga tashlasin. Birinchisi foto отчёт farrosh Bitrixga tashlasin. Mana farroshni boshladi kirgizishni. Bo'ldi. Shunda farrosh hech qachon esdan chiqib qolmaydi, har kun tozalaydi, Bitrixga tashlaydi. Birinchisi. Ikkinchisi, mana bu qizimiz bor, sotuvchi, to'g'rimi? Bo'ldi. Kuniga ertalab planni, kechqurun faktini, ya'ni ertalab nima ish qiladi, kechqurun nima ish qildi. Yozma prixod plan faktini Bitrixga tashlasin. U bor, lekin u WhatsAppga tashlaydi bizlardan. Tashlamasin. Chunki siz sistema uchun bordingiz-ku bizga. To'g'rimi? Bu Bitrix sistema uchun sotib oldingiz-ku siz. Endi sistemani ishlatsangiz sistema bo'ladi. Xuddi mashinangiz borda, haydasangiz maza qilasiz, haydamasangiz maza qilmaysiz-da. Ikkinchisi, uchinchisi, vrachlar uchun bitta gruppa ochib qo'ying. Menimcha WhatsAppda bo'lsa kerak qanaqadir gruppalaring. Bor, gruppamiz bor. O'sha gruppani Bitrixga o'tkazing. Tushundingizmi? Bitrixga o'tkazing, Bitrix ichida bo'lsin. Shunda sistemangiz ishlaydi. Hammasi bitta sistemaga o'tadi. Da, bir joyda, bitta platformada bo'lishi kerak. Ochingchi endi Bitrix sizni. Uchqun bo'ladi qanaqa tarif?
Bo'lmaydi, bular 50 talik o'tkazishing kerak. Qanday vrachlar qo'shamiz hozir? Qarang. Mana bitta narsani tushundikda, siz kengayaman, katta bo'laman deyapsiz, to'g'rimi? Uning uchun hammani sistemaga kirgizishingiz kerak. Hozirgi holatingizda sizda 150 ta yangi lidingiz bor ekan, Bitrix'ni aytishi bo'yicha. 150 ta lidingiz bor ekan va birinchi lidingiz sizga birinchi murojaat qilgan odamlar Bitrix'ni aytishi bo'yicha 17-iyul. Ko'rasizlar, bu degani tishi og'rigan odam 17-iyul bo'lsa, 1 oydan beri sizni kutib o'tiribdi degani. Agar men sizni rahbaringiz bo'lsam, men sizni jazolayman. Tushunasizmi? Kuniga 10 ta odam qaraydigan bo'lsa, 150 ta bu yerda 15 kunlik odam turibdi. Bu shuncha muncha kutib turibdi deyapti Bitrix hisob kitobi bo'yicha. Siz buni bundan javob bermay, primo Instagramga javob bergan bo'lsangiz, buni analitikasi ishlamaydi. Chunki bu sistemada bu. Bu seli katta sistema. Buni aytamanki, 15 million tadbirkor ishlatadi katta tizimda bu. Bu birinchi varianti. Birinchi hozirgi holatingiz. Ana endi registratsiya, Masalan, shu yerda hozir kechirasiz ustoz. Menejerga aytaman-ku, u esidan chiqib qoladi, telefondan javob berib yuboradi. Keyin unaqa qilma, chiqmay qoladi desam, yana voy esim chiqib qolibdi deydi. Esdan chiqib qoladi toki u mashina ichiga kirib ishlamaguncha. Отчетini hamma narsani shuni ichiga kirgizasiz. Hayot mamot Bitrix ichida bo'lib qoladi. WhatsAppdan chiqib Bitrixga o'tadi. Hamma kiradi shuning ichiga. Mana-da, siz o'zingiz har kuni kirmasangiz, ular boshqa kirmaydi. Siz o'zingiz kirishingiz kerak. Mana hozir kirmaganingiz bilinyapti-da. Hali men bu mijozlar bilan, klientlar bilan mana bu narsani tushuninglar. Mana hozir biz bunga sun'iy intellektni ulaymiz. Mana shu 150 ta odam bilan sun'iy intellektni o'zi gaplashib, o'zi ko'ndirib, uchrashuv belgilab, o'zi mana bu kalendarga zapis qilib beradi. Kalendarni ko'ryapsizmi? Mana shu kalendar, mana ochdim kalendarni. Mana haftalik kalendar ochdim. Mana shu yerga o'zi zapis qiladi. 9 da Ahmadjon keladi, 10 da Toshmajon keladi deb sun'iy intellektni o'zi virtual xodim sizga 20 ta klientni yozib chaqirib beradi. O'zi gaplashib, vaqt belgilab, tayyor o'zi yozib lokatsiya beradi. tashlab berib, o'zi yozib beradi shu yerga. Tushundingizmi? Tushundim, ha. Siz shunda boyagi menga aytgan 2000 ta klient xohlayman deyapsiz-ku, birga bir bo'ladi sizga. Birga bir bo'ladi. Tushundingizmi yo'qmi? Tushundim. Boshidan, demak, mana shu CRMga sun'iy intellekt ulab beradi. Esdan chiqib qolmaydi uni. O'zi gaplashib, sizlarda antenna yaxshi edi. O'zi gaplashib, bularni uchrashuv belgilab kalendarga qo'yib beradi. Va har bir klientga o'zi lokatsiya tashlab beradi. Tushundingizmi? Aha, tushundim. Kerak bo'lsa videolari, fotolari ham tashlab beradi klientga. Va hamma vrachni o'ziga zapis yozib qo'yadi. Xohlasangiz hamma vrachga yozadi, xohlang faqat sizga yozib beradi. Nima desangiz shu. Siz bunga masalan tam operatsiyaga buni yoz, tam buniga buni yoz desangiz, siz aytganini qilib beradi. Tushundingmi? Tushundim. Behijolat. Hozir mana o'sha opada hozir qilganmiz klinika sohasida 10 ta, 20 talab uchrashuvlarni sun'iy intellekt o'zi qo'yib kalendarga qo'yib beryapti. Bitta oldiga borganingizda o'tiring yonma-yon. Ustoz aytdi, menga ochib ko'rsat deb ayting, kalendarni ochib ko'ring, o'chirib to'la mana shu yerda. Odam qo'ymayapti uni. Sizlar tushunasizlar, sun'iy intellekt o'zi klient bilan gaplashib, o'zi uchrashuv qo'yib beryapti. Shu narsani qilishimiz kerak. To'g'ri, bizlar o'zi qo'shmoqchi bo'lganmiz, ustoz, lekin u paytda Bitrixni o'rganib olaylik, keyin qo'shamiz deb kelishilingan edi. Hozir Bitrixni ochibsiz, hozir yasash kerak. Uje 1 oy plus minus tayyor bo'lib qolsa ham, ungacha Bitrixni o'rganib olasizlar. Kelishdikmi? Kelishdik. Kim yozyapti? Virtual xodim qo'yish, Bitrixga integratsiya qilish. Zo'r. Keyin yozing 10-ko'rishga borsin. Boring sizga bo'lganda. Ishoning menga bo'lganda. Buni o'rnatishingiz qachon o'rganasiz buni bormasangiz? Qolib ketadi, qorishib qolasiz o'zingiz bilan. Elyor bilan nimada gaplashyapmiz? Audio, Telegramda. Qiyin bo'lyapti lekin. Yo'q, borganingiz boshqachada. Finansni endi boshladik. Faqat dohod, imенно kelgan
pullarni yozib chiqamiz, расходlarni endi. Tak. Hozir как раз ustoz o'zimizdan nimani finansist bor ekanda, finansist topgan edim. Qarang, gap finansist emasda hozir. Mana shu hammaga kerak bo'ladi, yaxshilab eshitinglar. Qaranglar, siz hozir 1000 ta odamsiz, 1000 ta klientingiz bor, to'g'rimi? Siz 2000 ta qilmoqchisiz. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, 2000 taga sizga plan kerak. To'g'rimi? 2000 taga plan prihod kerak. 2000 taga plan расход kerak. 2000 tadan plan остаток kerak, ya'ni чистый прибыль kerak. Ya'ni 2000 ta odam hammasi agar $1 sizga foyda keltirsa, demak plan prihod $2000 bo'ladi. $1 bersa. Agar plan расходingiz agar 2000 tadan $2000 bo'lsa, yarim расход ketsa, $1000 расход ketsa, bu degani 2000 dan 1000 ga ayirsangiz 1000 qoladi. Bu demak plan prihod, plan расход, plan остаток. Sizga Bittrex aytayaptiki, menga qara deyapti, sen qancha foyda qilish xohlaysan deyapti. Masalan, siz bir oyda $100,000 tushum qilmoqchisiz, $50,000 xarajat qilmoqchisiz, $50,000 sof foyda qilmoqchisiz. Shu narsani yozib ber deyapti. Siz yozmabsiz. Menda faqat доход bor, расход yo'q. To'g'rimi? Yo'q, umuman sizda plan yo'q. Mana qarang. Plan qildingiz, institutga o'qishga kirdingiz, zumnoy bo'ldingiz, zo'r. Hozir oyiga $20,000 foyda qilishni plan qilasizmi? Xohlaysizmi? Xohlayman. Plan qilaylik shuni. Tushundingizmi? Mana men bu yoqqa keldim, plan qilib keldim. To'g'rimi? Plan qildik, reja qildik va siz bizga aytdingiz, plan qilib sizga plan bo'yicha keldik, bir reja bo'yicha keldik. Endi siz oyiga $20,000 topishingiz rejasi yo'q ekan. Tushundingizmi? Tushundim. Reja. Ya'ni mana bu yerda reja qil deyapti, mana plan. Mana shu yerga siz plan qilishingiz kerak. Oyiga masalan $50,000 tushum qilaman. Keyin расходni plan qilishingiz kerak. $20,000 расход qilaman, $30,000 foyda qilaman degan plan kerak. Va bu plan kunma-kun sizga eslatib turadi-da, faktichески shunga yetib borasiz. Sizda hozir plan 0, ko'rasizmi? 0. Lekin faktlaringiz bor. Tushundingizmi? Bu degani maqsadsiz qayoqqadir ketyapsiz degani. Hozir aniq mana bu joydan mana bu joyga lokatsiya qo'yib olsangiz borasiz. Strategiya demoqchisiz. Bez lokatsiya qayoqqadir borasiz. Tushundingizmi? Tushundim. Plan qilish. Strategiya. 1 yillik plan qilish va oyma-oy strategiya qilib yozib olish degan. Tushundingizmi hozir buni? Bu Bittrex ichida turibdi. Ko'rdingizmi qayerga kirganimni? Buni darsga borsangiz juda ham ko'pchilik qilgan, bir, ikkinchisi, uch xilni o'zi ham o'rgata oladi sizga. Tushundingizmi? Mana tayyor, mana bu ichiga kirdim. Plan. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Demak, plan qildik, Bittrex qo'ydik, sun'iy intellekt qo'ydik. 1 yilga yozing, 2000 ta, rovna 1 yilga plan qo'ying, 2000 ta klient. 2000 ta klient 1 yilda. Hozir 1000 ta klient aniqda. 1.2000 ta klient qiling. Hozir oylik оборот qancha? Sof foyda emas, оборот. Yo'q, Tushum оборот. qancha? Оборот shunaqa. Yo'q. Nega shunaqa? Shu kam bo'lgani uchun harakat qilyapman-da. Bo'lishi mumkin emas. Adashasiz. To'xtang, u mendagi 5 ta kresloni hisoblayapman. Hammasi. Hammasi bo'lganda sog' bo'ling. Rahmat. Hozir. Hammasi qancha? Hozir. Hamma kreslolaringiz qancha? Hammasi. Shunday hisoblab o'tirdik 5 kishi. Sanda qancha? Sanda qancha? Sen qancha kirita olasan? $600,000 chiqdi-da, oshiq chiqmadi-da. Tushunasizlar? O'sha kelishuvni to'g'ri qilib turib, konkretni savol-javob qilsa, vazifalar to'g'ri bo'lsa chiqib keladi-da baribir. Shuni tushundimki, birinchi ochratda komanda turar ekan. Biz komandani baquvvat qilishimiz kerak ekan. Ikkinchi ochratda biz o'sha komandani boshqarishni o'rganishimiz kerak ekan.
uchinchi ochratda keyin bir sohani bir направленияni ushlaganimizdan keyin ana olmaxonga o'xshab unga bunga sakraverish kerak yo'g'i, o'sha daraxtni katta qilishga harakat qilish kerak ekan. Shunda siz успешный bo'lib birinchi millioningizni osonroq topasiz. Kutganimizdan ham a'lo bo'ldi. Bundan tashqari menejment bo'yicha dars oldik, yangi kursdoshlar qo'shildi. Juda xursand bo'ldik. Dars juda a'lo darajada o'tdi. Bundan katta taassurotdamiz, hayajondamiz. Men odamni uchrashni hali o'ylaganimiz yo'qdik. Ag'dan olgan bilimimiz nimasi oltinga teng. Ustozga ming rahmat aytaman. Miyanglar yorilib ketib potladi haqiqatan. Agarda sizga ham mana shunday natijalar qiziq bo'lsa, natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq pastdagi tugmani bosing, ro'yxatdan o'ting va o'z joyingizni band qiling. Bunaqada menda 5 ta kreslo, 2 ta kreslo singlimniki. Uni qo'shmayapman-da. Aha, xo'p. Mayli. Shunda chiqarganda oyga har xil shu orasida. Bo'ldi. Ularnikini men hisoblamayman. Ular o'zlari hisoblaydi. Ularniki marketingga o'tgan. Endi uni bo'lamiz marketingga. Har oyda masalan degan bo'lsa, men uni 3 ga bo'laman, 2 ga bo'laman, 4 ga bo'laman. Foydasi qanchadir yetmaydi? Buni ichida siz ham ishlayapsiz, a? Ishlayapman. Kam. Yong'oq shaqir-shuqur ishlayotgan ekanmiz. Foydasi qancha? Katta. Dollarga. Yo'q, tangada. O'zingizgami? Bir o'zimga emas, общий shu 4 ta 5 ta anaqa. Hozir tushun bo'ldi. Buni xarajatni ayirib tashlasak, oxirida siz cho'ntagingizga qoladigani qancha? 50%. 50%. Bo'ldi. Bu degani betga ijara pul to'lamaysizlar. Yo'q, Siz foyda qilmayapsiz hozir. bilyapman. Agar Shuncha mas sizga bordim. ijara to'lasangiz, foyda qilmaysiz. Qilmayman. To'g'ri. Menda shuni bilmayapman-da, rasxodim ko'p bo'lyaptimi yoki Mashina yuritsangiz bilasiz. Tiyin-tiyinigacha bilasiz. Keyin chiqarish kerakda, ulardan ham chiqarishingiz kerak. O'zingiz ham chiqarishingiz kerak. u kash olib ketadi-yu, unda chiqaradi ham. Mayli, hozir qiynamanglar. Hozir qiynamang. Unga ulardan minus qilib ayirib. Ular tushum bor ekan-a? Keyin shuni 20 ming qilaylik. Oyiga 20 mingga chiqaraylik. Chiqara bilamizmi? Nega deganda men o'zim yaqinda sredniy chekni qo'shdim. O'zimiz lecheniya qiladigan sredniy chekni qo'shdim bahosini. Xalq ko'tarmaydi. Hammasi qimmat deydi. Sizlardan borayotgan kursdoshlaringiz bilan tanishib ko'rdingizmi zugnoylar bilan? Normalniy soqqa topyapti bolalar. Qaysi kursdoshlar? Bormayapti-da. Ha, 9da yo'qmi hozir bular? Yo'qman-ku. 6ta start olib bor. 6 ta? Bittasi Kamolga. Ha, qarang. Mana Kamol akam, Normalniy pul topyapti. ular normal topadi. Ular 10 yillik nimasi bor-ku. Bizlar endi 3 yil bo'ldik ochganimizga. 10 yil kutishimiz kerakmi endi biz ham? Kutmasdan harakat qilish kerak. Bu harakat qilish uchun nima qilyapmiz? Bular jon kuydiryapsiz. Yo'qmi hali kursda? O'qidim 7 da bo'ldimi men? 7 da. 9 da yo'qman. Endi sabablarga ko'ra. Pulingiz bo'lmasa qarz olib borishingiz kerak. Qarzda bo'lsangiz qarz olib borishingiz Boshqa kerak. muammolar. 7'de birga o'qidik. 9'da 7'de o'tmagan darslar. Siz stomatologsiz, siz o'zingiz ishingizni bilasizlar. Hozir menejmentni bilmaysiz, sotuvni bilmaysiz. Siz bir narsa yaratib qo'ydingizda, biznesmen. To'g'ri. Bir narsa yaratib qo'ydingiz. Endi shuni biznes qilish uchun baribir bilim olishingiz kerak. Keyin hozir qarang. Hozir bizda 9'da rostdan ham stomatologlar ko'p. Faraz qiling, har bittasidan bitta savolingizga javob olganingizda ham sizda muammo qanaqangi yechiladi. Sizda muammo просто shunday yechilib ketadi. Bizlarda 7 da bo'lmadi-da stomatologlar. Endi bor-ya. Endi esa kelishdi. Hozir O'zbekistonga o'ta olasizmi normalniy? Uydagilar bilan aqllashish kerak. Uydagilar. Gaplashing, iloji bo'lsa bu hafta shanbadan boshlab qo'shilib boring. Vaqt yutqizmang. Bir, ikkinchisi virtual xodimni hozirdan qo'yish kerak. Iltimos qiling, kimga ruxsat olishingiz kerak bo'lsa, iltimos qiling, hozirdan qo'ying. O'rtacha maqsadga $20 ming qo'ysak bo'ladi. Sizni holatingizda
shuncha imkoniyat bilan bir оборот qilyapsiz, bu juda ham kulgili. Shunasi juda ham kulgili. Bu yerda havas qiladigan joyimiz yo'q. Ishingizga sifati zo'rdir, gap yo'q. Davolashingiz zo'rdir, omadingizni bersin, lekin topayotgan pulingizga biz havas qilmayapmiz. Tushundingiz? Shu uchun ham kursga bordim-da, o'shaning uchun Zo'r. nima bo'lmayotgani uchun. Demak, dars o'qishingiz kerak demak. Demak, hali shu narsani qila olmayapmiz hali. Hozir $20,000 tushum qilsangiz, oyiga $10,000 sof foyda qilsangiz, biz sizga malades deb aytamiz, mayli. Bitta shunda ham zo'r emas. Chunki bu yerda o'zini ijarasi ham o'rtacha $3,000 chiqishi kerak. Plyusni $3,000 to'lash kerak mana shu joyga. Kvadrat metr kam $3,000 to'lash kerak. Ha, ijara to'lamasdan turib siz hozir 3,5 ming qilyapsiz, bu degani ijara to'lasangiz nolda degani. ijara haqida gaplar bo'ladi, aytib ketdingiz. Albatta chiqarishingiz kerak bo'ladi. O'shani chiqarib turib o'zingiz ko'rishingiz kerak. O'shanda bo'lyapti. Bular biznes qilmayapti-da, bular hali ham o'zlari zubnoy. O'zlari topgan pulini olib ketyapti. Biznes qilmayapti bular. Negaki baribirchi nima, menda o'zimda patsientlarim ko'p, ayol stomatolog izlanish juda ham ko'pda. Shun bilan ketyapman-da, fokus ketyapti. Endi biznesga qarayman, yana ketyapti. Yordamchi yonimda, direktor yo'q. Ayol kishini topish. Mayli, biz yordam beramiz sizga. O'qib yuboring boshqatdan. Ketdik. Nimalar qildik, gaplashdik. Bor edi, dekretga ketgan ayol kishi. Hech narsa qilmaydi, bosh topamiz. Ketdik. Birinchisi, demak, do-postda videolari qo'yasiz. 2. Bitrixni o'rganasiz, 100% hammani kirgizasiz, maylimi? Hammani kirgizasiz. Mayli, sizingizni kirgizmang, lekin xodimlar, vrachlaringiz sizga bog'liq hamma kirsin. Все, uchinchisi. Barcha xodimlarni WhatsAppdan chiqarib, Bitrixga kirgizib, Bitrix ichida 100% ishlash. Zo'r. Yana bitta oxirida qo'shib qo'ying, marketingni Bitrixga integratsiya qilish 100%. Aha. Keyin demak WhatsAppdan chiqardik. Virtual xodim qo'yasiz. Virtual xodim sizga qo'ygan kuningizdan boshlab foyda berishni boshlaydi. Ularda tayyor yasab qo'ygan Fazilat opaga. Tushunasiz-a? Sizga oson bo'ladi. Aha, 5-inchisi. Potensial klientlarga target yoqish. Все. Potensial klientlarga target yoqamiz. Targetni o'zidan sizga kuniga 5-10 ta klient keladi. Keyingisi Hamma xodimlarga KPI qo'yish, natijaga boylab qo'yish. KPI qo'yish. Okey. Hamma natijaga boylaymiz. Qabul. Keyingisi Foto отчет, farrosh ham Bitrixga все. Hatto farrosh ham chiqasiz. Keyingisi menejer qiz har kuni qilingan ishlar plan faktini Bitrixga все. Foto отчет, plan fakt. Plan fakt Bitrixga. Все. Keyingisi finans yurg'izish. Yozib qo'ying uni ham. Finans yurg'izish. Finans yurmayapti sizda, umuman yurmayapti. Finansni endi boshladik. Все. Finans yurg'izish. Yana nima dedik? Vrachlarga Bitrixga guruh borib, Bitrixning ichida hisobot. Все. Yozdik uni yana. Uni yozdik. 10-chi kursga faktorni o'qish. 9-ni 4ta darsiga borish, keyin 10 ga borish. 1 yillik plan qilish. Siz bilan ishlamabmiz. Doktor, umuman ishlamabmiz. Shunaqa bo'ldi. Bilmayman nima qildingiz. Nimaga biron marta miyaldan kirmadingiz? Kirolmadik-ku. Hali kirolmadim. Yozib yuribmiz. Vaqtingiz bo'lmayapti. Yo'q, men aytdim, kuratorga aytdim. O'zi sizlardan oldin yozib qo'ygan edi. Keyin vaqti bo'lmay qoldi, aytmayman. Aytmayman. Zo'rda, hamma bilan gaplashyapmiz. Ana Alovuddinlar kirdi-yu, Alovlardan oldin yozilgan edim, keyin boshqa kunga ko'chiradigan bo'ldik-da, keyin ko'chib qoldi. Darsdan keyin Bo'lmay qoldi? Yo'q. darsdan keyin kuniga 5-10 ta odam kelib gaplashib ketyapti. Qabul. Keyin bilmadim. Bundoq qilamiz. Qarang. Yoshingiz nechida? 32da. Oilangiz bor. Ha, bor. Zo'r. Ruxsat so'rab boring. Mashq hafta shanba kuni 4-darsdan qo'shilib oling. Sizga men tavsiyam, ustozlik tavsiyam. Bir, ikkinchisi, mana bu vazifalarni birga qilib chiqamiz, xo'pmi? Men kelib ketganim, sizni o'zingizni yaxshilab tanib olib, ishxonangizni ko'rib olganim yaxshi bo'ldi. Sizga nimani o'rgatishi, nimani talab qilishi bilaman endi. Tushundingiz-a? Oldin baribir ishxonangizni ko'rmagan joyim qiyin-da. Mana endi ko'rib oldik, endi bilamiz. Maqsad qo'yaylik $20,000 chiqishga. Maylimi? $20,000 oyiga
sredniy chiqaylik mashinga 1 yilda indamay chiqib olsak bo'ladi. 1 yilda indamay chiqib olsak bo'ladi. Ishoning menga muammo emas bu. Tushunasizmi? Bo'ldi. 1 yillik maqsad qo'ysak bo'ladi demak. Bo'ladi. Bo'ladimi 20 ming dollar? Qabul. Siz yordam bersangiz bo'ladi. Bo'ldi, yordam beraman. O'zim yetolmayman. Bo'ldi. $1000 оборот 20 mingga chiqamiz. Qabul. 1 yilda chiqamiz. Siz o'qiysizmi ya? Realni men harakat qilsam borib o'qiysizmi? Harakat qilaman. Aniq. Qilaman. Bo'ldi. $20,000 оборот qilmasangiz 1 yil davomida men sizni shtrafovat qilaman. O'qishga bormasangiz ham, o'qimasangiz ham, qila olmasangiz ham, lekin biz yordam beramiz. Chunki men qarang, oyiga 50-60 ming dollar topayotgan zubnoylar bilaman, qanday qilayotganini ham bilaman. To'g'ri, men ham bilaman, lekin shularni sekretini bilmayapman-da. Men bilaman sekretini, o'rgataman sizga. Xo'p, уже keyin o'ylanib, lучше arendaga berib yubormaymanmi? Shu tinch emasmi deb ham o'ylab qoldim. Agar tinchlik xohlasangiz shunaqa. Biznesda tinchlik yo'q. Tayyor bo'ylar, biznesda tinchlik yo'q. Agar tinchlik xohlasangiz-da lichena qilishni xohlasangiz, lekin biznes kerak emas sizga. Yo'q, ko'proq pul topaman haqiqatdan desangiz, lichena qilish fashion kerak emas. Endi boyag'imda lecheniya qilmay desam, patsientlar qo'ymayapti-da. Yo'q, imенно sizga boramiz. Biz nima xohlayotganingizni gaplashyapmiz. Keyin patsient qo'yib turing. Xohlayman, конечно. Bo'ldi. Topishni. Bo'ldi, xohlasangiz shuni qilamiz. Kelishdik. Bo'ldi, yopildi tema. Demak, biz qancha sizga shtraf qo'yamiz agar $20,000 chiqa olmasangiz? Kamroq qo'ying. Qancha? Kamroq qancha? 5 ming, 10 ming, 15 ming? 5 mingni boshlasangiz. 15 ming. Yo'q, 5 mingingizni. 10 ming. Хотя бы 10 ming. Endi ular yigit kishilarda ayol kishiga sal qiyinroq bo'ladi. Ayol kishiga qancha bo'lsin? Ayting, ayol kishi aytsin. Shu erkak kishi bo'lsa ekan. Eshitdingizlar qanchaligini? Eshitdingizlar qanchaligini? Erkak ayol bilmaydi. Bo'ldi, $10,000 sizga shtraf, 1 yilda shu natijaga chiqmasangiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Zo'r. Faqat 9 bilan 10 ga bora olsangiz, bu erishasiz, bo'lmasa erisha olmaysiz bunga. Siz chekkada vrach sifatida o'tiraversangiz, biz sizga yordam bera olmaymiz. Tushundingiz? Mana men kelib ko'rib ketdim, endi siz bilan ishlasak bo'ladi. Tushundingiz? Borasiz, real darsga qatnashasiz. Kuratoringizga men ham aytib qo'yaman. Sadoqat opa tushundingizmi? Aytib qo'yamiz. Real ishlaymiz, mana bu natija chiqishingiz kerak. Xo'pmi? Xo'p. Qabul? Qabul. Shu kameraga qarab $10,000 shtraf to'layman 1 yilda. Agar $20,000 oborot qilmasam deb ayting. Agar $20,000 topmasam, $10,000 shtraf to'layman. 1 yil ichida. 1 yil ichida ustozga, lekin ustoz va'da beryapti, o'zi yordam beraman deb. To'g'ri. O'qishga yordam beraman, shtraf to'lashga yordam bermayman. Shtraf o'zi to'laysiz. Qabul. Demak, bugun avgust 25, avgust 25 2026 gacha sizga srok. Tushundingizmi? 9-ko'chchi qolgan darslariga va 10-ko'chga 100% qatnaysiz. Kelishdik? Kelishdik. Shu, bo'ldi. Biz primerni biznes bilib oldik, qiladigan ishlarni yozib qo'ydik, gruppaga tashab qo'ydik hozir. 9-ko'chchi gruppasiga zadachalar tashab qo'ydik. Bularni ham qo'shib qo'ying hozir gruppaga. Ertadan boshlab darsga harakatingizni qiling. Xo'p. Bitrix uchun kelishdik, qon uchun. Bitrix sizga idealni qilib bitirib, finansgacha yopib beradi. Xo'pmi? O'qimasangiz bo'lmaydi. Qabul? Shu. Erjan aka. Allohu akbar.